Sergeli tumanidan siz uchun 608 sotuvdan tashkil topadigan xonadonimizni bugun taqdim qilamiz. Videoni tuzoq shu shoshilmay, narxlar juda ham yaxshi, transport va yo'l yuziga taxminan 100 metr borda, Korzinka, bog'cha, maktab, metro, barcha narsasi bor. Binomizdan ko'ryapsizlar, ko'rinishidan lekin juda ham bahaybatli ekan. 500 kvadratdan tashkil topadigan, 3 urindan tashkil topadigan xonadonimiz bo'ldi. Bu tarafimizda yozgi oshxonalar ham bor va yashil hududga ham alohida e'tibor berib qo'yish kerak va yaxlit bitta katta yerto'laga ham ega bo'ladi. Bu joyimizda ko'ryapsizlar, fontan vodopodlar ham chiroyli qilingan, oilaviy mazaq dam olib o'tirishga tapchallar ham qo'yilgan bo'ladi. 608 sotudan tashkil topadi. Ikkita oila ham bemalol bu yerda yashasa bo'ladi, chunki bu tarafimizni ko'ryapsizlar, asosiy darvoza xonamizdan kirganimizda bu chap tarafimizda bitta zal va ota-ona uchun mo'ljallangan xona, yuvinish xonalari ham barchasi ichida bo'lyapti. O'pshi hisobda 10 tada oshuv xona, bu bilan hisoblasak 12 ta xona bo'lyapti. Yuvinish xonasiga keladigan bo'lsa 7 tadan oshuv, taxminan 8 ta yuvinish xonasi bo'lyapti. Juda ham zo'r xonadonimizda, transportlari ham juda ham yaxshi. Darvoza xonamizni ko'ryapsizlar, qanaqa kattaligini. Mashinangizni quvvatlash uchun ham bu yerda narsalar qoldirilgan ekan, juda ham zo'r, kirib yashash uchun tayyor xonadonimiz. Xonadonimiz ichini o'zingiz uchun dedingizdan kelib chiqqan holatda yanada remont qilsangiz, yanada ko'rkam bo'ladi xonadonimiz. Lokatsiyasi ham juda ham zo'r, Olchazor ko'chasida bo'lyapti. Yangi hayotga bu o'tdi, juda ham zo'r, transport, metro, barcha narsasi bor. Narxlarini bemalol telefonlash, savdolashib olsanglar bo'ladi. Bizning kanalni kuzatishni davom etinglar. Hammanglarga alo kayfiyat tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.